Ketdi. Ichakda 40 santimetrlik qurt yashashini bilasizmi? Askaridos, askarida deb ataydi xalq tilida. Bu qanday yuqadi? Organizmda qanday belgilar yuzaga keltiradi va organizm uchun asoratlari va davolashni bugun sizlarga tushuntirib beraman. Askarida sababi, asosiy sababini ko'radigan bo'lsak, bu yuvilmagan qo'llar, sabzavotlar tuproq orqali yuqadi. Endi qanday yuzaga keltiradi? Bu ichakdan o'pkaga boradi. O'pkadan yurakka, yurakdan yana ichakka qaytib keladi. Bu kishim sayohat qiladi, shunday qilib. Sayohat jarayonida organizmda qanday belgilar yuzaga keladi? Klinikasi. O'zi bu ikki turga bo'linadi. O'pka fazasi bor, ichak fazasi bor. O'pka fazasida qanday belgi, ichak fazasida qanday belgi yuzaga keltiradi? Agar o'pka fazasi bo'limi nafas qisishi, yo'tal bo'ladi. Keyin qonda eozinofillar yuqori bo'ladi va rentgen qilgan paytda rentgenda ko'rinib turadi. Va bundan tashqari organizmi ozish holatlarini ko'rishimiz mumkin. Tanasi xuddi remon rangda, ya'ni odamlar rangi sinibdi deb murojaat qiladi yoki ko'rinadi organizmga. Bilinib turadi organizm. Endi ichakda qanday bo'ladi? Ichak shaklida. Ichak shaklida kindik, ya'ni qorin atrofida og'riq bo'ladi. Asosiy belgilar. Keyin ba'zan qusish, qorinda og'riqdan so'ng ich-qichish holatlarini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bularni biz qanday aniqlaymiz, tashxis qo'yamiz va kimga murojaat qilishimiz kerak? Shu belgilar yuzaga kelyaptimi? Axlat, najas topshirasiz. Najasda askarida tuxumlari ko'rinib turadi va chiqadi. Bunda siz infeksiyangizga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Va qanday chora-tadbirlar amalga oshirishimiz kerak? Birinchi navbatda bularning hammasi organizmda yuz beryaptimi? Davosida asosiy davo gigiyena. Birinchi navbatda gigienaga e'tibor berish kerak. Qo'llarni yuvish kerak. Har kuni 2-3 mahaldan yuvish kerak. Ikkinchi navbatda ichki kiyimlarni 60-70 gradusda yuvib, iliq suvda amalga oshirish kerak. Undan tashqari esa choyshablarni nima bo'lish kerak? Oziq-ovqat mahsulotlarini, sabzavotlarni yuvib iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Kontaktni agar sizda yo'qdimi yoki farzandingiz yo'qmi, shu oilaviy davolashingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari dorilar bilan bo'ladigan bo'lsa, mebendazol, ya'ni Vermox, albendazol, albendazollarda bularni bitta tabletkadan bolalarda, kattalarda bo'ladigan bo'lsa, ikkita tabletga 3 kun qo'llanadi va undan tashqari surgi vositalarini ham qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Bugun sizlarga askaridos kasalligini tushuntirib berdim. Siz sog'lig'ingiz uchun befarq bo'lmang. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.